Biz yana o'sha oilaga kelganmiz. Rosa ham avjida g'ish quyib, tirikchilik qilayotgan joylarga kelib qolibmiz. Bu oilaga umuman befarq bo'lmang. Agar qo'lingizdan 5 ming, 10 ming so'm ehson qilib kelish kelmasa, like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yish ham ehsonning bahonasi. Bu oilamizga hatta like bosib bo'lsa ham, qo'limizdan bor bo'lgan imkoniyatdan foydalansak, Alloh huzurida ajr savob bilan. Opa nechta chiqadi g'ish bundan? 50 ta aravachada toshsiz, Ha. 1200 ta, 1,5 mingta chiqadi. Quyib yuborasiz shuni. Ha, ana, quyapman. Holatni ko'rib turibsizlar. Bu oila shunaqa kun kechiradi. Bitta g'ishtni 500 so'm, 600 so'm olsa kerak, sochsa kerak. Xohlasa shunaqa qilib tirikchilik qiladigan insonlar, xohlasa bee'tibor qoldirmaydi. Saxiy insonlar ko'p albatta bilamiz. Qiyomat yaqin. Hali bunaqa savobli ish qilaman desangiz, bunaqa joyini topolmaysiz ham, xudo xolasa. Keling, hali konsertlarga, boshqalarga 100 minglik, 200 mingdan biletlar olasiz. 5000 so'm bilan jannatga kirsangiz bo'ladi, bilasizmi? 5000 so'm bilan yoki 1000 so'm bilan yoki oddiy bitta qilgan yaxshiligingiz bilan ham jannatga kirsangiz bo'ladi, xudo xolasa, Alloh izni bilan. Shu insonlarga befarq bo'lmaylik. Sudurgim bor. Menga qilish mumkin bas. Davolanib turasiz, sudurgingiz bor. Tilingiz ketib qolyaptimi tezda endi? Ha? Mana shu Har 6 oyda davolanib turasizmi siz? 3 oydami? 3 oyda, 6 oyda har xil o'zlari chaqirishadi. O'zlari chaqirishadi, davolanib ketdingmi? Yaqinda ham chaqirishdi. Chaqirishni ma'qul bo'ldi, bu yosh bolam bor meni dedim. Chaqalog'im bor, o'siydi dedim. O'zim ishga chiqmayapman dedim. Borolmaysiz. Borolganim yo'q. Davolangan. Yosh bolam bor, chaqalog'im. Uni qarshi tashlab qayerga ketaman men? Bunaqa hayotni ko'rmagan ekanman. Pulingiz bormi? Pulingiz yo'q. 50 ming bor. Ay berding-ku? Ba'zi bir odamlar bitta o'tirganda o'zi 100 ming, 200 ming ovqatlanib qo'yishadi. Siz 50 ming so'mni hali men hayit kuni berganman sizga. Tuxumim tugasa tuxum olib yeyman-da. O'zi quvvatim tugab qoladimi? Men boyda qizim-da. Dadam bilan ayam ahvoli bu bo'lsa. Ayam ko'r bo'lsa, dadam nogiron bo'lsa, men sudurgi bo'lsam.